salomat qilib, bardam qilib, yashang. Milliy mumtoz san'atlarni kuylashda, solishda o'ynatib qo'yasizlar. Alloh xayrli qilsin. San'at bu ilohiy ne'mat bo'ladi. San'atkorlarning san'atkori Allohning o'zi bo'ladi. Xudo bu san'atlarga rivoj bersin. Vali bir ashret bor desin. Juda qiyin. O'z ismingiz ham qiyin, qo'ygan maqomingiz ham qiyin. Nima dedilar? Kamoliddin akam duolar olganlar, Kamoliddin akam. Kamoliddin akam duolar olganlar, sog'liqlarimi? Kamoliddin Rahimovni biz ham nima deyishimizni bilmaymiz. Xudo nima ato qilsa qilaversin. Hech ham charchamang. Bitta narsani bilaman. Dema tambur novlasi qo'l tashlaganda toridan balki kelmish bu tarona san'ati jabboridir. Ilohiyatdan keladi-da. Shuni butun O'zbekiston va O'rta Osiyoni mumtoz san'at bilan hammani baxtiyor qiling. Salomat bo'ling, kamol toping. Böyle suhbat men sizga yetinolmay yurardim. Yorug' dunyoda bitta armon insonda armon bo'ladi-da. Yaxshi ko'rgan odam 3-4 tasi bor. Bittasidan salomat bo'ling. Abdulla bitta qarab tur aka, rasmga olib qo'y.